Assalomu alaykum birodarlar, sog'sizlar. Shillaqurt, tabiiy kollagen. Men sizlarga hozir shundan do'stlar. Podagra, artrit, artroz va hamda bo'g'imdagi yemirilishlar va gajur-gujur tovushlar chiqishida va suyak yemirilishida yordam beradigan surtma dori tayyorlashni o'rgataman. Mana birodarlar, bu kechki vaqtda suv, lotok, og'riq yoqqalarda kechki vaqt ozuqlangani chiqadi. Ana shundan yirik-yirigidan 50 donadan 70 donagachasini olasiz va hamda 2 kun toza suvga saqlaysiz. Qarabsizki tozalanadi. Ana undan so'ng birodarlar 1 litrgacha bo'lgan toza spirt yoki paxta, xohlang zaytun, xohlang toza bodom yog'iga solasiz va ketidan zanjabil, imbir deydi-yu, ana shuni xohlang sevishingizdan, xohlang talqonidan 50 grammini solasizda 1 oy qorong'ida saqlaysiz. 1 oydan so'ng ko'zi yirik bo'lgan sut sizgich yoki ilak yoki bintdan o'tkazib, suyak yemirilishi bor joylarda koksay artroz, bo'g'imlar dovush chiqqan vaqtda, og'riq bergan vaqtda foydalanasiz. Nasib qilsa men sizlarga bundan iste'mol uchun foydalanish yo'llarini o'rgataman. Xudo xolasa suyak yemirilishiga tabiiy kollagen vazifasini bajarib beradi. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Xayr, asosiysi o'zida asrang. Agarda video roligim yoqqan bo'lsa, bitta like ni bosib report qiling va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling do'stlar.